Diqqat, muhim xabar! Taniqli shaxs o'z joniga qasd qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar Uchtepa tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimi o'z joniga qasd qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Qalampir.uz holatga aniqlik kiritish maqsadida Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov bilan bog'landi. Uning bildirishicha, hodisa kech 21 dekabr kuni soat 15:00 da Bo'stonliq tumani G'azalkent MFY Sebzor ko'chasidagi dala hovlida sodir bo'lgan. Joriy yil 25 noyabr kunidan navbatdagi xizmat ta'tilda bo'lgan. Toshkent shahar Uchtepa tuman FBV profilaktika inspektori katta leytenant 25 yoshli shaxs dala hovlida arqon bilan o'zini bo'yni sohasida osgan holatda topilgan. Marhumning o'limi sabablari aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Hozirda holat yuzasidan Chirchiq harbiy prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Namangan viloyatining Namangan tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 28 yoshli yo'l patrul xizmati xodimi vafot etgan.